Assalomu alaykum vatandoshlar. Toshkent Moskva, Toshkent Sankt-Peterburg, Toshkent Krasnodar, Toshkent Penza, Toshkent Kazan, Toshkent Novosibir, Orenburg, Penza, Rizan, Samara yo'nalishlarimizga reyslarimiz bor. Ko'rib turganingizda biz Toshkent mana avtovokzalimiz Abu Sahiyda. Bu tomonimiz mana Abu Sahiy masjidining oldi. Ko'rsatib o'rasizmi? Abu Sahiy masjidining oldida Abu Sahiy avtovokzalimiz Primo reyslarimiz shu yerdan ketadi. Dushanba, seshanba, payshanba kuni 13:00 da 18:00 da aziz vatandoshlar posatkalarimiz bo'lib o'tadi. Sizlar bilan hozir ichkarini tanishtirib o'taman. Ko'rasiz, keling. Mana Abu Sahiy avtovokzaliga kiraverishingizda to'g'rida kassalarimiz joylashgan aziz vatandoshlar. Bemalol hozir ko'rishingiz mumkin mana. Avtobuslarimiz Ponni yo'nalishlarimizga ketadigan avtobuslarimiz to'g'ridan kelganda mana kassalarimiz aziz vatandoshlar kelaverasizlar. Bemalol dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlarida reyslarimiz qo'yilgan, haftada 4 kun. Komfortabilniy lyuks avtobuslarimiz mana hamyurtlarimiz kelgan, kassalarimiz biletlarda olmoqda, joylarda onlayn tarzda bron qilsalar ham bo'ladi. WhatsApp, Telegramlarni pasportingizga tashab, joylarni yozdirib qo'ysanglar, kelasizlar, to'lovlar qilib, biletlarni olib, muzdagina kuch zallarimizda kutib o'tirasizlar. Mana akalarimiz kelgan. Bemalol assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Aka, qayerga ketyapsiz? Aka, 1 minutga, maylimi? Vaqtingiz oling. Moskvaga ketyapsiz. Necha nomer bilan gaplashdingiz? Yo'q, nomerga gammamizni to'g'ri kelyapman. Ha? 1 minut aka, mana intervyular. Ko'rishingiz mumkin, mana kassalarimiz aziz vatandoshlar kelib bemalol hijoat olyapti shekilli. Ko'rishingiz mumkin, keling mana zalajdanlar ko'rsatib o'tamiz. Kutadigan zallarni. Mana aziz vatandoshlar kelib mana orqaroqdan oling-da. Mana kuchli zallarimiz bemalol kelib salqingina muzdagina qilib o'tirsanglar bo'ladi. Mana aziz vatandoshlar ko'rishingiz mumkin. Mana komfortabilniy avtobuslarimiz mana klientlarimiz kelib o'tiribdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qayerga ketyapsiz? Moskva. Moskvaga kelib kasseta to'lov qildingizmi? Ha. Qanaqa qulayliklar? Yaxshi. Yaxshimikan? Zo'r. Muomalalar, qulayliklar, joylarimiz, sharoitlarimiz Yaxshi hammasi. kelishaverasizmi? Tavsiya qilasizmi? Ha, kelishib. Adashmasam Tojikistondansizmi? O'zi Samarqanddanmisiz? Chunki tojikistonlik klientlarimiz ham ko'p kelyapti. Kunda 30 ta, 20 ta tojikistonlik fuqarolarimiz bor. Bemalol O'zbekiston fuqarolari bilan birgalikda bo'lib bitta avtobusda ketyapti. Tavsiya qilasizmi? Kelishaverasizmi? Kelaversinlar. Ko'rishingiz mumkin, avtobusda ko'rsatib o'tamiz. Keling aka. Mana aziz vatandoshlar, avtobuslarimiz bu tomonda turadi. Komfortabilniy hisoblanib 51 ta odam olinadi, oqcha odam olinmaydi. Zaryadchi устройство, issiq sovuq kullerlarimiz, zarurat xonalarimiz, ikkita GPS onlayn kameralarimiz bor, ikkita katta monitorlarimiz bor. Yo'lda kino, klip qo'yib berib ketadi. Hali bemalol zerikmasliklari uchun aziz vatandoshlar ko'rishingiz mumkin. Bizning avtobuslarimiz bir kunda 2 ta, 3 ta reys ham bo'lib ketyapti. Shu uchun ekranda nomerlar qoldirib o'tganmiz. Onlayn tarzda joylar bron qilsalar ham bo'ladi. Pasportingizga tashab, qachon qayerga ketishinglarni yozib qo'ysanglar, dispetcherlarimiz joylarni bron qilib beradi. Aziz vatandoshlarimiz, bemalol kelaverasizlar. Toshkent shahar Abu Sahiy vokzalinamiz. Bemalol ekranda nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.